Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriya Anvar, Life Coach, Sifra Coach. Siz bilan bugungi 15-sana to'g'risida, 15-mart, lekin 15-sanada aynan tug'ilgan insonlar haqida ma'lumot berib o'taman. Siz podpiska tugmasini bossangiz, u yerda ham ko'pgina ma'lumotlarni olasiz va o'zingizni kundan kunga kashf etib borasiz. Like tugmasini bossangiz, bu energiya admin bo'ladi. Agarda siz boshqa sanada tug'ilgan bo'lsangiz, kommentariyaga qoldirsangiz, siz haqingizda ham reels tayinlab albatta qo'yaman. Qarang, bu insonlardagi energetik kod qanday, nimalardan iborat ekan? Bu insonlarda magnetika kuchli, magnetizm kuchli. Ya'ni har bir insonni o'ziga jalb qila oladi. Bu esa joziba deb ataladi. Bu insonlarda tabiiy joziba bor. Bu insonlarda yana ichki kuch va albatta o'ziga nisbatan ishonch orqali ko'pgina maqsadlarga erisha olishadi. Ya'ni muvaffaqiyati shunda. Ya'ni ichki kuchida va o'ziga ishonchida. Qarangki, bu insonlarda jismonan baquvvat bo'lganligi uchun bular aynan bir sport turida nihoyatda chiroyli o'zini shakllantirishadi va chempion darajasiga chiqa oladigan insonlar. Xarizma kuchli, misoli projektor, misoli yulduz insonlar. Erkinlik ularning maydonida bor va rahbarlik bor. Ya'ni bu insonlar erkin o'zlarini his qilsa, magnetizmi orqali, o'zlariga ishonchi orqali, ichki kuchi orqali, sportivniy jismonan baquvvat tanasi orqali bu insonlar rahbar darajasida, masalan, davlat xodimlari, SNB yoki bir qandaydir mavqeli joylarda ishlay oladigan insonlar. Bularda nutqi orqali, chiroyli ravon so'zlari orqali bu insonlar ko'pgina insonlar bilan qalban gaplasha oladilar va ko'pgina insonlarni o'zlariga jalb qiladilar. Yana bularning tabiatida soxtalik emas, tabiiylik bor. Shuning uchun insonlar bularga intiladilar. Bu albatta hammasi plyus, ya'ni musbat energetikadagi shaklan xususiyatlari. Yana bu insonlar haqida eng kuchli tomonlarini gapiradigan bo'lsak, bu yerda bir soni boshlash, iroda, kuch, yetakchilik ma'nosini bildirsa, 5 soni esa harakat, erkinlik, yangi tajribalar. Bu ikkalasi birga bo'lgan sonda endi qanaqa xususiyatlar ko'rsatyapti? Qarang, ijodiy yetakchi va magnetizmga boy. Bu insonlar har doim hamma narsadan ijod, ya'ni o'y